Ba'zilarga o'xshab, hali yana ko'p suvlarga idish bo'lishni xohlab, ustini ochiq qoldirsa bo'lardi. Lekin u bunday qilmadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uzr, bitta masalada bezovta qilayotgan edim. Sizlarni choylaring bor-ku, Aktimet. O'shundan esingizda bo'lsa ancha oldin bergan edingiz. Avvalo rahmat aytmoqchiman. Kecha dadamlar aytib qoldilar. Shu Aktimetingni olib kelib berganingda ichganimda saharim rosa pastlab, uyqularim ham, og'riqlarim ham pastlab zo'r bo'lib qoldi deb qoldilar. Aytsam, ha, aytmadingizmi ertaroq? Desam, endi bilmayman, endi uncha anaqa qilmabman dedilar, lekin o'sha yaxshi edi dedilar. Xo'p bo'ladi dada, tezda topib beraman dedim. Sразу sizga yozayotgan joyim realniy отзыв sizga agar foydali bo'lsa, misol mana realniy foyda olgan mijozlaringizdan bittasiman. Keyin yana shu mahsulotingizdan bizga ham kerak. Shunga kim bilan bog'lansam bo'ladi, qanaqa qilib olsak bo'ladi. Lekin xursandman, Alloh rozi bo'lsin. Dadamdan o'zi kutmagan edim. Shunaqa deb qoldilar. Sразу yetkazaman dedim bu narsani. Shunga yozayotgan joyim o'zingizga.